Assalomu alaykum akalar hammaga. Sog'lar yaxshimi, charchamang. Xo'p, bu brend ostidagi ishlab chiqarilayotgan drabilkalarimizni sizlarga tavsiya qilib ko'rsatib boramiz. Xo'p, drabilkalarimizning to'rt xil svetkasi bor. Forma, molbob, qo'ybob, mayin holatdagi. Xo'p, ichlari mahayli bo'ladi. Qalin pichoqli. Xo'p, turbali variantda og'izlari kattalashtirilgan. Xo'p, bu yonida temirlari qalin turbadan bo'ladi. Motorlari 6,5 kilovat, 3,5 ming оборотli, relar, samadashda ham yo'llari bor. Yonboshlagan holatda ishlaydi. Tikka turgan holatda donlarga yonboshlatib, xo'p, yonboshlatgan holatda masalan, mana o't solgani o'ta ham qulay mana aka. O't solib chiqargani o'ta ham qulay bo'ladi aka. Qoya, somon hamma solib chiqaraverasiz aka. Setkalarni yonboshlatmasa kurcho'li bo'ladi aka. Kurcho'li, alar turbadan, qalin turbadan, motorlari o'ta baquvvat motorlardan aka. To'rt xil setkasi bor, ishlari mana mahayiylari. Qalin quyma zavodskiy mahay bo'ladi aka. 24 ta pichoqli, pichoqlari taylari 2 qatordan. Keyin arzonroq variantini so'raganlarga hampali varianti bor. Mana setkalar yonboshda almashadi buniki. Xo'p, buniki ham mahayiy, ichlari mahayili bo'ladi. Bu yonboshlamaydi, faqat turgan holatda ishlaydi. To'rt xil setkasi bor, molbob, qo'ybob, yorma, mayin holatdagi chiqarib beraveradi. Xo'p, bularda ham motorlari yaxshi motorlardan 6,5 kilovatlidan. Bularda narxlari 2,2 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor akalar. Relar ham yo'llari bor. Kimga zarur bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilinaveradi. 91 119 96 53 aka nomerlarimiz. Xolasa misli, xolasa bundan, xolasalarning garelkalarimizgacha bor ekan. Rabotli garelka, ana o'yasa berilaveradi aka. Chuchaysan,